ular qaytmoqda. Haqiqiy kibersportga qaytmoqda. Dangerous Sports, Game Point, 721, Notnobus, APG, Helion va boshqa o'sha eng zo'rlari qaytmoqda va albatta Javohirbon Shahlovchi bilan birgalikda. Ana 10 ta komanda bor, 14 ta kilo va yana komandalar kirmoqda. Kalimadan ham markazli jamoasi uchun bularga ham aralashishga harakat qilishmoqda. Hozir men bu formani bekorga kiyib o'tirganim yo'q. Da bolalar. Bu formani qanaqadir komanda uchun kiyganim yo'q. Men qaytdim bolalar. O'zbekistonda bir paytlar eng zo'r shahlovchi degan nomni olib va butun O'zbekistonda PUBG'ga qiziqadiganlar ichida haqiqiy turnirga, kibersportga qiziqish uyg'otgan Javohirbon turnir saqlamoqchi. O'zim bilan birga o'sha mashhur Everestni olib keldim. Nimaga? Chunki sponsorlikka qaytdi. Men iltimos qildim, u PUBG'dan butunlay ketgandi va u iltimosimni yerda qoldirmadi. O'zbekiston eng top komandalar Dangerous Sports, Helion, 721, Game Point, APG, Arcret hammasini yig'dim va eng zo'r shaxlashlar uchun qilib beraman. 19-20 noyabr kunlari men shaxga qaytaman va O'zbekiston eng top komandalaridan ko'rmoqchimisiz? Mana shu videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va kommentariyaga qaytganim sizlarga yoqdi, yaxshimi, yaxshi emasmi? Hammasini yozing, men hammasini o'qiyman va menga albatta podpiska bosib qo'ying, sababi Javohirbon YouTube kanalida 19-20 kunlari turnir bo'lib o'tadi va YouTube'ning Instagramda story'imga joylayman streamda. Shunchaki Paddeshkilar kerak. Everest qaytmoqchi, sponsorlar qaytmoqchi, faqat u aktivni ko'rmoqchi. Hozirda O'zbekistonda turnirdan shahlovchilarda hech qanaqa aktiv yo'q. 1000 ta emas, hattoki 100 ta ham ko'rmayapti va 1000 ta emas, balki 2000 ta onlayn aktiv o'tiradi, xudo xolasa, chunki Javohirbon shahlaydi. Hammalarni kutamiz. Like'lar bosinglar, portlatib mana shu videoni o'zida haqiqiy aktivni ko'rsatib, o'sha sponsorlarga qiziqish hali ham borligini shunchaki bildirib qo'yinglar bolalar. Hammalardan aktiv kutaman.